Assalomu alaykum, hurmatli musulmonlar, charchamayapsizlarmi? Oshlarim fuloq xolis tayyor bo'ldi. Bemalol kelaverasizlar. Bu birinchi qozonimiz soat 11 ga ochildi. Bunisi bo'lsa ikkinchi qozonimiz, xudoq xolisini soat 1 ga ochamiz. Keyingi soat 2 ga yana mana shu qozonni ochib yuboramiz. 6 ga, 8 ga ochiladigan qozonlar bo'ladi. Mana bu yerda sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan narsam bu pay. Hozir tayyorlab oldik Abdulloh bilan birga. Mana yaxshilab bitta ofitsiantlarga tushuntirib beramiz. Sizlar kelganinglarda ofitsiantlar yaxshi tushunib olish kerak. Sizlar nima xohlayotganinglarni mana matalashga rulet adasini ko'rish uchun o'rab qo'ydik. Mana pay. Xolisa biza oldin bunaqa narsalarni sotganmiz, lekin ofitsiantlar sotishmagan ekan. Tushuntirib bersa, xudo xolisa. Shunday qilib tashlangan